Allo, assalomu alaykum. Alyo. Feruzaxon opa siz bo'lasizmi? Ha, ha. Yaxshimisiz, sog' omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, yo'q. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayzu barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizni, go'zal duolaringizni yaratgan Robbim ijobatini bersin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarni bizni loyihamiz orqali siz uchun yo'llab qolishgan ekan. Taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi qadrdon insonlaringiz mana shunday samimiy tilaklarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Ukalarim bo'lishi mumkin. O'g'limmi? Albatta, zero adashmadingiz. Sizni jondan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi, opajonim biz uchun eng aziz va qadrli insonimizdir. Ularni hamisha yaxshi ko'ramiz. Onamiz o'rnida bizga ular onamizdirlar. Ilohim umrlari uzun bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' salomat yursinlar deya ta'kidlaguvchi barcha yaqinlaringiz, singiljonlaringiz Faridaxon, Ilmiraxon, ukangiz Sheralijon aka, jiyan ne'matlaringiz Shahrizodaxon, Ozodbek, Mehriddinjon, Mohigulxon, Muhriddinjon, Muhammad Yusuf, qolaversa barcha qadrdonlaringiz nomlaridan ham qabul aylar ekansiz. Rahmat. Agar ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan chiroyli tug'ilgan kun tilaklari, tabriknomalari bor ekan. Ularni sizga o'qib eshittirib bersam maylimi? Mayli. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonimiz, dunyodagi eng qadrli insonimiz. Biz uchun hamisha ardoqli bo'lgan jonimiz rishtasi, qalbi qalbimizga payvand, mehribonimiz, aziz opajonimiz. Sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Sizga dunyodagi jamiki ezgu tilaklarni, yaxshiliklarni tilab qolamiz. Ilohim tani joningiz sog', umringiz uzun bo'lsin. Biz yaqinlar, oilangiz, farzandlaringiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Opajon, opa so'zi biz uchun oddiy so'z emas, u butun bir dunyo. Hayotimizda eng katta suyanchimiz, eng katta baxtimiz sizni borligingizdir. Qayerda bo'lsak ham sizning mehringizni his qilib yashaymiz. Siz hayotimizdagi eng bebaho insonimizsiz. Sizga bo'lgan hurmatimizni, mehrimizni so'z bilan ifodalash qiyin, lekin bilingki, bizlar uchun eng aziz inson bu siz opajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizni bizga tuhfa aylagan, sizdek jigar bilan siylagan Allohimizga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bu dunyoda onamdan keyin bizga sevgisi asl bo'lgan mehribonimiz, ikkinchi onamiz jonim opam siz bo'lasiz. Sizni jonimiz qadar yaxshi ko'ramiz. Sizga bo'lgan mehrimiz dengizlardan-da bepoyon, ummonlardan-da cheksiz, osmonlardan-da kengdir. Opajonim, siz hamisha yonimizda turib, dunyo tashvishlaridan siqilsak, qo'y ko'zing yoshlama deya bizni ovutgan, hamisha mehrli ko'zlari bilan boqib, bizlarni jonidan-da ortiq ko'rgan, yonimizda doimo parvona bo'lgan, betob bo'lsak boshimizda turgan, ko'z yoshlarimiz va dardlarimizni darrov sezgan, ne bo'lsa-da bizni tushungan, jonimizni huzur opajonimizsiz. Ilohim mana shunday mehringiz, bizni deya chekkan zahmatlaringiz haqqiga yaratgan Robbim sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Ilohim qalbingizda, yuragingizda nimaiki tilaklaringiz, orzularingiz bo'lsa, Allohim sizni sevgan ummati yu bandalari qatorida barcha orzularingizga yetkazaversin. Biz yaqinlar baxtiga hamisha sog' va omon bo'ling. Umra safarlariga, haj safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni-da yaratgan Robbim nasib ro'z aylasin. Bizni baxtimiz sizdek mehri daryo, oqibati butun chin inson opamiz borligidadir. Hamisha bizlarga yelkadosh, sirdosh, chin do'st bo'lganingiz uchun, yaxshi yomon kunlarimizda tirgak ekanligingiz uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz opajon. Ilohim dunyo turguncha turing. 90-100 yoshlarda ham bizlarni duolar qilib, yaxshi kunlarimizda hammamizga bosh bo'lib yuring deymiz. Qarshi olgan yoshingiz sizga xayrli bo'lsin. Bundan-da go'zal, bundan-da xayrli yoshlarni qarshi ol. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Qayg'ular neligin bilmaydi yuzim, alamli yoshlarni to'kmaydi ko'zim. Omadim nimada aytaymi do'stim, onamga o'xshagan opam bor mening. Bahorning gulidek go'zal yuzligim, dillarga yoquvchi shirin so'zligim, ulardan ayondir mening kimligim. Onamga o'xshagan opam bor mening.
Ko'nglida jo'sh urar mehr daryosi, yuzi kulib turar go'zal yuzligim, hatto to'lin oy ham uning shaydosi, onamga o'xshagan opam bor mening deya mana shunday chiroyli tilaklar siz uchun ekan. Rahmat. Ilohim hamma vaqt boshimizda sog' salomat bo'lsin ukalarman, kelinim, jiyanlarim. Tilarishlaringizga Xudo omad bersin. Rahmat. Ilohim shunday bo'lsin, aytganingiz kelsin, yaqinlaringiz ta'kidlaganlaridek yuzlardan oshib minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Hamisha mana shunday yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringiz ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang, ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Rahmat. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin, siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin, siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay nurar, jigaringiz halim so'rab, shoir mollarin o'rab, siz onamga o'xshab keling. Goh muzlayman toshli tanday, erkalatar edi qanday, bolam deng bir adashganday, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonin, g'animatdir har bir onim. Jonim beray opa jonim, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonin, g'animatdir har bir onim. Jonim beray opa jonim, siz onamga o'xshab keling. Do'st yor vafo qilmaganda